Shu o'g'ling zo'r bo'ladi. Katta bo'lsa, katta odam bo'lib ketadi-yo. Assalomu alaykum. Mana amrimmi? Qayerdan olding? Ko'chadan topib oldim. Uzr. Shu o'g'ling yaxshi-yu, salgina o'g'rivachcharoqda. Shokirning do'konidan 1 kilo tovuq go'sht olib kelma. Xo'p. Dada, mana tovuq, mana pul. Pulni nimaga qaytarib olib kelding? Do'konchiga yordam qildim, tekinga berdi. Nima hamma joying pat? Qo'shni, tovug'im sizlarnikiga o'tib ketmadimi? Yo, ko'rmadik. Ha, uni to'yi zo'tdi. Ha, Dada, maktabdan DVD yutib oldim. ish qilib o'g'irlab kelmadingmi? Maktabdan olimpiadadan yutdim. Voh, bizning o'g'ilchani qara olimpiadada yetib kelyapti. Yaxshi-yu, lekin bugun yakshanba maktab yo'q-ku. Ha, onang. Falon viloyatning falon tumanida Qo'shni, Gulmatvoni kimdir pensiyasini o'g'irlab ketibdi. Davlina qilib mazasi qochib o'tib qopti. Tezroq yuring. Ular agar ko'chadan topib olgandim. Men senga necha marta aytgandim o'g'irlik qilmadim? Dada, boshqa qilmayman, urmang. Sen baribir o'g'irlik qilasan. Yo, rostdan boshqa qilmayman. Agar o'g'irlik qilayotgan bo'lsa, qo'lingni urib sindiraman. Qara-ya. Xo'p. Qo'shni, molim yo'qolganda, sizlarni molxonalaringizdan ovoz eshitilyapti. Bilaman shu yerda olib ketay shuni. Shundan keyin boshqa qilmayman. Men